Assalomu alaykum, ko'pchilikning xabari bor. Toshkentga borganimda yangi olgan iPhone 16 Pro Max'imni yo'qotib qo'ydim, bilasizlar. Telefonimni kuzatdim. 102 ga berganman, xavotir olmanglar. O'sha yo'qolganida borib berib keldim, yo'qolgan joyimda rayoniga. Lokatsiyani ko'rib shundoq borganlarim kelib ketdi Malikaga, lekin конечно borganni foydasi yo'q ekan, chunki o'tga militsiyalar borishdi, prям otryad bilan borishdi. Borib o'g'ri bo'lib qaytib kelishdi, chunki приблизительно ko'rsatar ekan, lokator 1 tiyinga qimmat narsa ekan, точно adres baribir ko'rsatmas ekan. Keyin mani u telefonga bog'langan nomerim bor edi, turetskiy nomer, o'sha orqali qidirishga harakat qilishdi va o'sha orqali bugun topib berishdi. Kecha nomerimni olishuvdi, u qaysi nomerga bog'liq edi deb u telefonni kecha olishdi va bugun o'sha mana topib berishdi. Dilfuz olgani ketyapti uni. U mana Dilfuz telefon qilyapti. Hozir. Bilmiyorum. Alo. Hangiren açamam? Benim telefonu aldın mı? Bağırma ya. Assalomu alaykum, aziz aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Videom yarimta bo'lib qoldi. Xullas, Olmazor tumani 1-raqamli ichki ishlar bo'limiga kattakon rahmatimni aytaman, minnatdorchiligimni bildiraman. Men to'g'risini aytsam, kecha umidim uzib bo'lgan edim bu telefondan. Bo'ldi, necha kundan beri Malikada yotibdi, o'shadan sotilib o'tbetga ketsa kerak yoki zapchasiga borishsa kerak, yoki o'yladimki bitta ustida turibdi, zapchasiga ishlatib yubormoqchi, prosta mos telefon kutyapti, o'shani ichini almashtirishga deb o'ylagan edim va ko'mib qo'ydim o'sha yuragimga. Lekin topildi. Aytganimdek, Olmazor tumanidagi o'sha 102 ga borgan edim, o'shalar topib berishdi. Ularga kattakon rahmat aytaman va iltimos, telefon topganinglarda militsiyaga olib borib beringlar. Qaysi anaqada yashayapmiz, nima deydi, zamonda yashayapmiz, texnologiya zamoni. Men har bitta qadamini kuzatib turdim, telefonimni ko'rib turdim. Lekin Malikaga olib borgani bizga minus bo'ldi, chunki juda ham ko'p telefonlar orasidan bittagina telefonni qidirish suvga tushgan baliqdek gap edi. O'shaning uchun xullas telefon topdinglarmi, olib borib beringlar, sharmanda bo'lgandan ko'ra. Endi mana bittasi jinoiy, bitta emas, bir nechta odam jinoiy javobgarlikka tortiladi. Hayotiy arzimagan qanchadir pulli telefon uchun hayotiga qanaqadir qora dog' tushadi-da, nima kerak bor demoqchiman. Xullas, kimma mehnat singan bo'lsa, hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Men juda ham xursand bo'ldim. Halol bo'lsa topiladi, halol bo'lsa topiladi deb yurdim, lekin juda ham xursand bo'ldim. Topildi haqiqatda. Endi ham ishondim. iPhone topilar ekan xullas. Telefonimni topilganidan xabarim yo'q. 102 dagi okaga mana bitta ko'rinyapti, oxirgi lokatsiyasi deb tashab qo'ysam. Bo'ldi, telefoningiz topildi, kelyapti deb yozib yuborishdi. Keyin lokatorga kirib birpas turib qarasam, haqiqatda men zaявление tashlagan joyda bo'limda edi va rasmini jo'natib kelib olib ketaverishsin deyishdi.